Yürüyüşüne ne? Hayır, önce bakın çok yapacağımız ha. Sonra Nazar eden bomba. Ha, şurası. Bana kasalan mölleki. Maylat bir derse. Glaukomimaz. Aha. Çeşme yetişten bina. Aha. Jak počin prates. Aha. Vakti virus pejemili şu. Amerikanski mondagi. Aha. Ako maynaş darkesas. Xabay suya grassas manimçe. Xalızada. Gardamı gamtu garçazı darın kunan. Bu poliatrit, reumatoli poliatritamaz. Aha. Boğumun darın kunat, varam kunat azumi dutek tanki darın kunat. Soni bayamaz. Asexandros şeyni asexandros amaz. Möl şinamaga miyonum darın kunat. Ha. Mexizam ku mexalatta koçimba. Oturdu. Yaksı başlam tunu. Size bardoşuna yapalım. Sizi vazbine de. Hem tez edektim. Yani bilinci bardoşuna edektim değil mi? İyi. Yani biz kilom bro. Biskülem başlam tunu. Bineyim de nasıl öyle gel bom bineyim. Şimdi bardoşuna git onlar. Rahmi tam Aha. tutma. Evet tamam tutun bir. Yaktı dardış kamşak ya. Aha. Hastoki geçti etken. Bemarımı geçti. Biz kilom bro kola. Bardoş et ha. işte bir. İçine nak şurada geçer çürşüt kaysen. Açık et. Ne kola? Güzel. Ya, bu mu? Ha sadeka. Bu mu? Vishtichkalar. Vishti. Ma'murdan chegasi. Ha. Sizni bir haftalar avval bitta bobo aytgan ekan. Yana bir 2 yil, 3 yildan beri jirpanjit sarsam. Nima degan bu? Ismini men aniq bilmayman. To'yga borgan, Bulung'urga. Aha. Bu yerda bo'limlar bor. Bo'limlar qo'shnisi to'y qildi. Shu paytda aytgan shunday. Bo'lim ham shu grija bo'lib qoldi-da. Ha, bobo kelib ketganlarmi? O yo'lga böyle. Bobomiz to'yga borgan yerga. Aha. U kishi sizga kelgan ekan. Ha, diye kelib Ha, ketgan. ketgan. Shifo topgan. Keyin shu kishi aytdi, shu o'g'lim shu ketib qoldi degan ekan. Bu bo'lamas ishda. Keyin sirasi shu kuni to'y bo'layotgan kuni bir kuni nahar bo'lar. Shu kuni aytgan ertaga kelsang bobom birga olib boradi dedi. O kunlari endi qishloq sharoitda ishlamasangiz bo'lmaydi. Aytdim esa nomeringizni berdi. Shu mana Faradskidan kirib boradi degan joy shu. Ha. Va shu Bulung'urga keldim ish bilan birdan o'tib kelayin deb. Shundan beri quntulolmadik. Menda grija bor ekan. Aha. 3-4 marta emergensiyaga tushdim amalsiga. Disk bilan chiqarib operatsiya qilamiz deb. Men yurolmay qoldim. Ovqatni dadamni oldim, yonboshlab yerdim. Oqshom uyqu yo'q. G'allarolda xususiy klinikada yotdim. O'tkir aka degan yo'lda pastida yotdim. 4 marta o kishida yotdim. Bir marta yotganimda 21 kun chiqmasdan yotdim. Natija bo'lmadi. Duolarni olib chiqqaman shu xona. Yo'lning ustidagi samarqandliklar deydi, u kishida hoji bor deydi. U kishida 3 marta yotdim. 4-chisida Toshkentga Saxovat bu degan klinika bor ekan. Sobir aka tomonidan u yoqqa Ilonota masjidimiz shuni yonida. Ha, Toshkentga. Bu yerda yotdim. Toshkentda Yunusobodda bir molla bor ekan, u yoqqa bordim. Surxondaryo Saros yoki Uzun tuman shekodan biri o'di. Bu yoqqa bordim. Urgutga bitta bog'ga bordim. Qorasuv tabobati bir nimasi bor ekan, u yerga bordim. Do'ng tagidan joy ochilgan ekan. Shahardagi asalari bilan davolash bor ekan, unga bordim. Birinchi 2 ta, 3 tadan oxirida 12 tagacha chaqirdim. Degatash. Yerimdan. Boyna Toshkentga yana bitta joyga bordim. Boyna narsamni javob narsa qo'ydi. Men ko'rganim vakili ma'lumotga ishlatadigan. Shuni chekkasidan qo'yib baylab qo'yadi 2 kun. U kuydiradi. Shu kuni ochib har narsa bo'ladi. Shu bir martani shu kuydirgan paytiga shu bir 6 oy, 8 oy og'riqsiz yurdim. Uyda yana ishlab qo'yasiz-ku. Yana kuchayib ketaveradi. Shu lichenalardan keyin Xudoga shukr mana yurib bemalol yuguraveraman, ishlayveraman.
Faqat og'riq ana shu 2022-yil 28-yil avgust kuni kechqurundan buyog'iga bir marta to'xtagan joyim. Oylagi 6 oylar yaxshi yurganim og'riq kamaydi. Bir kunda 8 tagacha kuyupen dori ichardim. Tez yordam u joyda bo'lib qolsak, sirasi telefon qilar, tez yordam ham. Mana ular yutib ketdi ko'gar. Bitta ukol tomirdan qiladi, bittan bo'ksadan qilib ketadi. Natija yo'q, baribir og'riq. Bu misol oqshom futbolni ko'rdim. Ertangi kuni o'sha futbolning vaqtigacha uyqu yo'q edi. G'allarolda yotganda uxlatadigan tabletkadan 3 ta ichdim. Dumaloq kichkina tabletka. Natija bermadi. Umuman uxlolmagan shu kunlarda. Men boya boya aytibdi, shunaqa shu yoqqa bordim, men davo oldim. Kimgadir kim sababchi dedi. Esimim bor ekan. Sizning nomeringizni bergan bovoni men taniyman. O'zi bilan shaxsan gaplashmadim. Shu ish bilan bo'lib qolib borolmadik, bu kunga to'y o'tib ketdi. Bo'lam olgan, bo'lam aytgan ishlamay, shu yoqda ekan adresi. Finaldan ko'rdi-ku. Sen borib kel. To'xtating, baqirish mumkin. Mana, og'riq beryapti, qo'limni olsam o'sha og'riq yo'q. Urgan payt og'riq bo'ladi. Voy. Harakat qilib ko'z qo'yishga. Yurib ko'ring, davom etamiz. Hozir yurishga baribir o'zgarish sezilyaptimi, yo'qmi? Sezilyapti. Bu yog'im hozir yengillashdi. Bu yerdan, mana, bu yerdan tutuvchikami? Yo'q. Boya kelayotganimda bu yerimda bor. O'rni almashdim. Hozir davom etamiz chunki Demak, pastdagi og'riqim ketdi. Ketdi. Birinchi hozir yurganimda mana bu yerda bor. Bu ham ketdi. Faqat shu narsalarni qilasiz, mashqlar qilish kerak. Orqaga bukiladigan liboslar mashq mumkin emas. Mana bunaqangi yotib, telefon tomosha qilish ham qarang, bel uji qisilyapti. Bu ham mumkin emas. Qolgan hamma mashqlar mumkin. Oldiga bo'ladigan, ikki haftadan keyin bir marta kelasiz, boshqa kerak bo'lsa hijolat qilamiz qo'shimcha. Kerak bo'lmasa qilmaymiz. Vaziyatga qaraymiz. Sharoitga qaraymiz.